Bu esa krevetkali sushi. Va limonda po'stlog'i bilan yeyishni ham yaxshi ko'raman. Bu esa ko'pchilik yaxshi ko'rgan syomgali sushi. Men uchun eng shirin sushi bu qovurilmagan go'shtdan pishirilgan sushi. Juda ham mazali. Bu esa 8 oyoqni 9-oyog'idan tayyorlangan sushi. Uchinchi o'rin. Boshqa zo'r. Bu esa oq baliqdan tayyorlangan sushi. Baliq juda ham yumshoq ekan. Og'zimda erib ketyapti. Bu esa pishirilmagan krevetkadan tayyorlangan sushi. Buni esa yosh bolachalar maza qilib yeydigan yubu chubab deyiladi. Juda ham mazali. Qiz qaynonam bilan muzdan tayyorlangan ovqat zakaz qildik. Buning ichida qango yo'q, reklama yo'q. Suv zakaz qilmagandik, lekin qo'shimchasiga suv berishibdi. Qo'shimchasiga yana bir bola berishibdi. Video suv. Muzde. Bu achchig'i, bu просто так ozgina achchig'i. So'yoy sous ham berishibdi, agar tuzi past bo'lsa qo'shib yeysizlar deb. Qo'shimchasiga bizga sovg'aga nima berganini hozir ko'ramiz. Manta beribdi. Bunisi qovurilgan manta. Bu ovqatga qaychi kerak bo'ladi, chunki vermishellari juda ham uzun, shuning uchun kesib yegan. Bugun Koreyada 36 gradus issiq, shuning uchun oshxonada isib ketmasdan ovqat qilmadik. Qaynonam oshxonaga kirmay qo'yavering, ovqat zakaz qilib beraman dedim. Shunga ichi to'la bitta yarimta tuxum, kimchi turib, bu meniki. Bir xil, lekin meniki ko'p achchiq emas, qaynonamniki rosa ham achchiq. Juda ham ko'p ekan ovqat. Buni yaxshilab aralashtirib yeyiladi. Muzi qaraylar ichidagi. 안 맵지? 죽는 거냐? 이건 안 매워요, 제 거는. 줄 뭐하냐? 그냥 잘라? 너무 아찔하게. 네. 한번 잘라줄까? 네, 이렇게. 됐어? 됐어요. 이만큼 됐어요. 너 맵지? 아, 그럼 만들어. 맛있나 보다? Stolni tagida itvochamiz turibdi. Bu tomondan kallasi, bu tomondan dumi chiqib turibdi. Uzun. Wow. 후 해줘. 후 해줘. 맛있다. 계란 후 해줘. 후.
서우 먹으면 안 돼. 이거 매워. 매워. 아쩍. 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 후해줘. 계란 후해줘. 엄마. 맘마. Kats xolam sovg'a qilib bergan 1 kilo go'shtni Kats qaynonam bilan maza qilib yedik. Koreyada go'shtni qovurib yeganda yoniga har xil salatlarni qo'yib birga yeyishni yaxshi ko'radi. Bizda esa ko'k piyozli salat, turupli salat va go'shtni botirib yeydigan sous, qalampir va chesnok. Shularni hammasini salat barigiga solib bitta qilib yesanglar juda ham mazali ketadi. Особенно guruch bilan. Qaynonam go'sht bilan birga baqlajon bilan qo'ziqorinni ham birga qovurardilar. Bu narsa alohida go'sht qovurilishga mo'ljallangan. Ko'rsanglar o'rtasida teshigi bor, o'sha yerdan go'shtni yog'i sekin tushib ketadi. Biz go'sht qovurib yeganimizdan hidi kelgani uchun itvacha o'zini yo'qotib qo'yapti. Bu narsani ikki chekkasida feni bor, go'shtdan chiqqan tutunlarni hammasini o'sha fenning ichiga o'zi olib kirib ketadi. Shuning uchun uyda ichida bemalol go'sht qovurib yesa bo'ladi. Bu yog'i esa mukbang. Qovurilgan go'shtni yo tuzga yoki shunaqa sousga botirib yeyiladi, juda ham mazali bo'ladi. Kats xolam bergan 1 kilo go'shtni hammasi shunaqa chaynaladigan jivachkali go'sht ekan, o'zi ham arin yeb oldim. Qaynonamga g'iring deyishga qo'rqdim, chunki shunisiga ham shukurqa deb so'kib beradilar. Kunjut barigiga go'sht, guruch va chesnok qo'shib shunaqa qilib yesanglar rosa ham zo'r ketadi. Обязательно uyda shunaqa qilib yeb ko'ringlar. Ozgina tishlab emas, bittada og'izga solib yesanglar hamma ta'mini his qilasizlar. Uyingizda agar kunjut barigi bo'lmasa, shunaqa salat barigini ishlatib yesanglar ham juda ham mazali bo'ladi. Ichiga har xil salatlarni qo'shib yesanglar, ta'mi undan-da mazali chiqadi. Haligida aytganimdek, ozginadan tishlab emas, bittada hammasini og'ziga solib yeganda hamma ta'mini his qilasiz. Shuning uchun menga o'xshab salat barigiga hamma masalliqlarni ozginadan solsanglar, og'zingizga sig'adigan qilib, bittada og'zingizga solishga udobli bo'ladi. Qaynonam u yoqda bitta qaychi bilan vilkani ushlab olib, tinmay qovurib beryaptilar. Sen tez ye, bolangga qara, keyin o'zim bemalol yeyman deb. Agar siz ham salat barigiga yoki kunjut barigiga ovqat qo'yib yeyishni yaxshi ko'rsangiz, bu videoga like bosishni unutmang. Go'sht bilan birga shunaqa qo'ziqorinlarni ham qovurib berdilar. Ishoninglar, juda ham mazali va baqlajon ham tuzga botirmasdan yesa ham, shunday yesa ham juda ham mazali ketdi. Shu kunlarda Koreyaning televizorlarida juda ham ko'p reklama qilayotgan karischa pitsa yeb ko'ramiz. Qani, bismillah. Buning ichida 2 ta vilka, bitta achchiq sous, sir va pickle bor ekan. Bu pizzani shu aydol juda ham ko'p reklama qilyapti. Taniganlar bormi? Masalan, men tanimayman. Qaynonam ishdan kelguncha yeb tashlashimiz kerak. Bu ham chiroyli. Bu qaranglar, tepasi faqat sirlik, pasta krevetka, makka va bu nima? Kartoshka ekan. Wow! Wow. Sirni qaranglar. Bismillah. Sirni o'zi ham ayamisdan solishibdi. Wow. Endi krevetka va makkalisini yeb ko'ramiz. Bismillah. Krevetkani qaranglar. Krevetkani rosa yaxshi ko'raman.
Makkali pizza maza ekan. Uyda pizza tayyorlasanglar, shunaqa makka qo'yib pishirib ko'ringlar, vashi zo'r chiqar ekan. Nonni chekkasiga ham даже qaranglar, sir qo'shilgan. Maza. Menga ikkala turdagi pizza juda ham